Akalarimiz uchun qani obunachilar, assalomu alaykum ammalarim. Bugungi ayyomlaring muborak bo'lsin. Akalarimiz uchun bitta respekt. Qarang. Boshlari kamallar azim. Bosh bo'lib hammalariga chiroyli. Bosimni. Rahman aka, men sizni ko'ryapman. Vatan yaxshi, boshqacha odam. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Sekin klassika qilib, sizlar uchun Xudo xolasa bormi, yetmay qolmadi degan fikr bo'lmasligi uchun Xudo xolasa bosilinyapti. Qancha kerak dedi. Qancha kerak deganda akalar. Xudo xolasa usta akalarimiz uchun bitta like. Sog' bo'lasizlar. Pastdan nomer har doim